Assalomu alaykum, to'rdagi barliq roman anglag'uchi do'stlar. Biz Angliya yozuvchisi George Orwell yozgan 1984 degan romanni o'qishni davomlashtiryapmiz. Oldingi qismda Winstonning O'Brien bilan ko'rishmoqchi bo'lganligini, ya'ni o'tmishini o'ylash jarayonida va hozirgilar bilan selishtirish jarayonida yanada proletarlarning yaxshi ekanligidek bir haqiqatni his qilganligini o'qib o'tgaydi. Әмді davamını o'qiymiz. Hürmetli tinşarmanlar, sizlerning İzbasar YouTube kanaliga a'zo bo'lib qo'yishingizni umid qilaman. Biz emas, balki proletarlar odamkan, dedi Winston unlik ovozda. Nimish shundoq bo'lg'idek, dedi Julia ko'zlarini ochib, uni uyg'ongan edi. Winston birdan o'yga patdi. Siz biz uchun eng yaxshi ishning bek kechikishdan burun bu yerdan chiqqandan keyin bir-birimiz bilan qayta ko'rishmaslik ekanligini o'ylab baqdingizmi? Albatta o'ylab baqdim. Necha qatib o'ylab baqdim. Ammo men unda qilmayman. Endi baribir oqibat o'xshash. Hozirgacha ta'limimiz o'ngdan kelyotdi, ammo uzunga bormaydi. Siz texi yosh. Siz qirmoqqa normal, gunohsiz ko'rinsiz. Siz mendek odamlardan neri tursangiz, yana 50 yil yashay olaysiz. Yo'q, men bularning hammasini o'ylab bo'lgan. Siz nima ish qilsangiz, men sizga agishiman. Bek tushkunlashib ketmang. Men bir nimalarni qilib tirik qola olayman. Buning ipim bor. Biz balkim yana yarim yil yoki 1 yil billa bo'la olishimiz mumkin. Uningdan keyin cho'qim ayrilib ketamiz. Bizning qanchalik yolg'izligimizni his qilmadingizmi? Ular bizni tutib olganda hamma ish tugaydi. Hech qaysimiz bir-birimiz uchun hech ish qilib berolmaymiz. Agar men topshirsam, sizni etib o'tadi. Agar topshirmasammi, o'xshashda sizni etib o'tadi. Mening hech qanday gapim yoki ishim sizning o'limingizni 5 minutga orqaga tortolmaydi. Ikkilimiz bir-birimizning o'lik tirikligimizni bilmaymiz. Bizning hech nimaga qurbimiz yetmaydi. Qo'limizdan keladigan birdan-bir ish, garchi hech nimani o'zgartirolmasmi, bir-birimizga osiylik qilmaslik xolos. Masalani topshirishning ishiga kelsak, uni qilishimiz kerak. Buning hech qanday xatosi yo'q. Hammadan topshirdi. Ular sizni qiyin qistoqqa oladi. Men uni demoqchi emas. Topshirganlik osiylik emas. Sizning deganlaringiz, qilganlaringiz muhim emas. Faqat muhimi tuyg'ularingiz. Agar ular meni, sizni yaxshi ko'rishdan to'sib qola olsa, mana bu haqiqiy osiylik bo'ldi. Julia azroq o'ylandi. Ular buni qila olmaydi, dedi u oxiri. Bu ular qila olmaydigan birdan-bir ish. Ular sizni har qanday narsani so'ziltalaydi, ammo sizni uningga ishondira olmaydi. Ular sizning ichingizga kira olmaydi. Shundoq, dedi Winston sal-pal umidlanib. Shundoq, bu to'g'ri. Ular ichimizga kira olmaydi. O'zingizning odam ekanligini his qilib tursingizlar, mushning o'zi arziydi. Ammo u hech qanday bir natija kelolmasmi? Siz ularni yengan bo'lasiz. Winston mangu uxlamaydigan ekran to'g'riliq o'ylanib qoldi. Ular sizni kecha-kunduz ko'zdalaydi. Ammo siz qo'lingizni sezgir tutsangizlar, ularni yengalaytdingiz. Ular har qancha aqlli bo'lib ketgan taqdirdimi, boshqa insonning qo'lisida nima o'ylayotganligini bilolmaydi. Balkim ularning quliga rasmiy tushib qolganda undaq bo'lmasligi mumkin. Hech kim shafqat ministerligining ichida nimalarning yuz berganligini bilmaydi. Ammo u yerda har xil qiyin qistoq, dora, nerva inkaslaringiz xotirlaydigan uskuna, uzoq uyqusizlik, yolg'izlik va uzildirmay so'roq qilinishlarning bo'lishini qiyos qilg'ili bo'ladi. Ish qilib, poket yushirib qilish mumkin emas edi. Sizni so'roq qilib, qiynab, paketga erishish tamoman mumkin. Agar maqsad tirik qilish emas, odamlikni saqlab qilish bo'lsa, u holda
Bu nimani o'zgartirmaydi? Ular sizning tuyg'ularingizni o'zgartirmaydi. Chunki sizmi o'z tuyg'ularingizni o'zgartirmaydingiz. Hatto shunday qilay desingizmi, ular siz degan, qilgan, o'ylagan hamma narsani besh qo'ldek tepib olsa-mu, ammo inson yuragining eng cho'nqir qatlamlaridagi inson o'zimi aniq anqirib bo'lolmaydigan tuyg'uga chiqilolmaydi. Ular ko'rishdi. Oxir ko'rishdi. Ular o'ltirayotgan uy uzunchoq, yo'riq uy edi. Ekrandan past ovoz anglanib turardi. Poldagi qora ko'k gilam go'yo qush paylaridek yumshoq edi. Uyning yana bir beshida O'Brien bir ustalning oldida o'tirgan bo'lib, ustida bir chiroq yeshil nur chechib turardi. Ikki tarafidan nurg'un qog'oz chechilib turardi. Xizmatchi Winston bilan Juliani ko'rsatgandila. Andin u beshini ko'tardi. Winstonning yuragi shunchalik silib ketdiki, o'zini xuddi bir eg'iz zuvan surolmaydigandek o'ylab qoldi. Ular oxiri ko'rishdi. U shu damda faqat mushunla o'ylay olaydi. Uning mushi yerning o'ziga kelishimi bir aldirong'uliq edi. Yana kelib, ular boshqa yo'ldan kelgan. Faqat O'Brienning ishki oldida uchrashgan bo'lsa-mu, yolg'iz kelmagini texmi bir hamoqatlik edi. Shundaqdimi, bu yerga qadam besib kirishning o'zila g'oyat zo'r jur'at talab qiladi. Ichki partiya a'zolarining uyi va ular turadigan mahallalarga boshqalarning kirib chiqishi nihoyat oz ko'riladi. Bu g'oyat cho'nquruning suri bu yerdagi hamma narsaning shunchalik hashamatlik va keng ozodiligi, yemak-ichmak, tamoqlarning purab boqmagan mezlik hidi, to'xtamasdan chiqib tushib turayotgan surati nihoyat tez liftlar, u yoq bu yoqqa bu kuchining mo'kisdek o'tishib turgan oq kiyimli xizmatchilar. Ish qilib bu yerda hamma narsa odamni to'limi aymandiradi. Gerçi uning bu yerga kelishga to'liq bahonasi bo'lsa-mu, biror yerdan bir qora kiyimli tuyuqsiz paydo bo'lib, kinishkilaring chiqar deydigandek. Ondan uni chiqarib yetgandek qo'rqinishdan bir qadamı xoli bo'la olmadi. Ammo O'Brienning xizmatchisi ularni hech nim demasdala kirgizibdi. U oq chapon kiyib olgan, jo'g'i kichik, sochlari qora, yuzi olmosga o'xshash muzdek ifodasiz odam bo'lib, Winston uni jungo'liqmikin deb faraz qildi. Ular menayotgan koridorda yumshoq gilam silingan, tomlariga qaymoq rang zinnat qog'ozi, uning ostiga oq rangli taxtay chaplangan bo'lib, intayin pokiza edi. Bu ikkalan huduqib ketdi. Winston tomlari odamlar to'la suvishib, kirilishib ketmagan bundan boshqa biror koridorni ko'rganligini eslay O'Brien qo'ldagi bir parcha qog'ozni astoydillik bilan o'qiyotgandek qiladi. Uning surlik yuzi tuvanga qargan bo'lib, udul qargan odamga uning burnila ko'rinadi. Uning bu qiyofati odamga to'limu vazmin, dona ta'sir beradi. U taxminan 20 sekund atrofida medirlamay qog'ozdan ko'zini uzmadi. Ondan u xotirlagishni oldiga tortib, ular o'zlariga bilishadigan kasbiy bir tilda bir nimalarni dedi. Narsa keraklar bir pesh. 5 pesh. 7. Oqilona tasdiqlangan bir chekit. Taklif. 6 narsani o'z ichiga oldi. Haslangan bema'nilik, ideya jinoyatiga yaqinlashgan, bekor qilish, chekit. Qurilishni davomlashtirmaslik, mashinalarni to'liq faraz qilmaslikdan olmaslik, chekit. Uchur tamom. O'Brien o'rnidan turdi va ular tarafga yumshoq dastlab keldi. Uning bilan uning bayamqi idoradagidek xizmat kayfiyati ozroq yo'q edi. Ular xuddi uning kayfiyatini bisramjon qilib qo'ygandek, chiroyi odatdagidan bekroq tutilib ketgan edi. Winston boyining yoqi to'liq qutulolmagan qo'rqinish qaytadan uni changiliga oldi. Men bir cho'ng xatolik sodir qilibdiman deb o'yladi u haqiqatan. Amaliyotdami O'Brienning haqiqatanmi bir siyosiy og'dirmichi ekanligiga uning nadimi biror aniqroq isboti bo'lsin. Faqatla ko'zlarining shundoqla bir uchrashib qilishi va ikki bisiq bir necha eg'iz gap qo. Uning ustiga uning O'Brien haqidagi tasavvuri faqat bir tush, xiyol ustiga qurilgan edi.
U hatto men lug'at olg'ili kelgan degan bahonagimi eslab ololmaydi. Chunki bundaq ahvolda Julianing kelganligini tushundirgili bo'lmaydi. O'Brien ekranning oldidan o'tganda, uning kalisidan kechgan bir o'y uni cho'chitdi. O'Brien to'xtab, keyniga burilib, tomdagi bir knopkani bosdi. Ekrandagi ovoz shu zamotla to'xtadi. Julia hayronlikdan ovozini tutib ololmadi. Allaburunla aloqzodiga tushib bo'lgan Winston hayronlikdan cho'chib, "Ekronni etib olamsiz?" deb tashildi. "Ha, biz etib o'talaymiz. Bizda shunday imtiyoz bor", dedi O'Brien. U ularning udulsiga kelib turdi. Uning qomatlik gavdisi u ishkaylarning oldida xuddi munordek qad ko'tarib turardi. Uning chiroy ifodasi texmi shundoq sirliq va tushuniksiz edi. U so'g'uq alpozda Winstonning eg'iz echishini kutib turardi. Ammo nima to'g'riliq? Hatto hozirning o'zidami men shundoq aldirash odam tursam, mushundaq vaqtda kelib kayfimni uchirib deb o'ylab turgandu, hech kim un chiqmadi. Ekronni etayotgandan keyin bu uy xuddi go'rdek timtos bo'lib ketdi. Vaqt tulimi asta, eg'ir qadamlar bilan o'tmoqda. Winston tulimi qiynalgan bo'lsa-mu, O'Briendan nazarini uzmadi. Birdilla bu muz chiroyda kulimsirashga o'xshashroq bir alomat paydo bo'ldi. O'Brien doimgi sipoyi harakati bilan ko'zoynagini ko'tarib qo'ydi. "Men so'zlamdim yo sizmi?" dedi u. "Men so'zlay", dedi Winston darhalla. "Avu narsa rostila etikmi?" "Ha, hamin etyaptim. Biz hozir yolg'iz. Biz bu yerga shu sababdan keldik." U to'xtab qoldi. U tunji qitim o'zining muddaosining texcha aniq emasligini tunib yetdi. U amaliyotdami O'Briendan zodi qanday odam kutadiganligini bilmaydi. Bu yerga nima maqsadda kelganligini aytmoq texmi qiyin edi. U gapini davomlashtirdi. Ammo u davatqanlarning tulimi jonsiz, yasalma anglanganligini bilib turibdi. "Biz chuqum ba'zi yoshirin suiqasdlar bor. Ma'lum tashkilotlar partiyaga qarshi maxfiy harakat bilan shug'ullanyotdi. Ham siznimi ashlarning biri deb qaraymiz. Bizningmi uningga qatnashqimiz va xizmat qilg'imiz bor. Biz partiyaning dushmanlari. Biz insokning ta'limot qarashlariga ishonmaymiz. Biz ideya soqchilari, shundoqla ham topdan chiquvchilar. Buni sizga deyishimiz, o'zimizni sizning alqiningizga topshirishimiz uchundir. Agar siz bizni o'zinglar to'g'ri tushdinglar deb qarasangiz, uningmi peshonimizni silib etamiz. Biz buningga tayyor." Winston to'xtadi. Eshik ochilgandek qiladi. Degandek, vijik, seriq chiroy bir xizmatchi ishini chekmayla kirib keldi. Winston uning butulka va istakan bor bir patnusni ko'tarib olganligini ko'rdi. "Martin, bizning odamimiz", dedi O'Brien so'g'aqla. "Ichimliklarni mushu yumloq ustalga qo'y, Martin. O'rindiqlarimiz yetamdikan. Undaqda biz o'ltirib azoda paranglashayli. O'zanga bir o'rindiq akirgin. Endi rasmiy ishga kirdik. Endi 10 minut xizmatchiligingni qo'yib tur." Bu vijik odam azoda o'ltirdi. Biroq uningda yanala bir chakarning xo'jayini tarafidan berilgan ma'lum imtiyozdan bahramand bo'layotgandek kayfiyat bor edi. Winston uningga ko'zning quyrug'ida qaradi. Winston tuyuqsiz bu odamning bir umr faqat qo'shimcha rol o'tash bilan o'tilganligini o'ylab qoldi. Shundaqla uning bu yolg'on salohiyatidan birdan bo'lsa-mu voz kechishini xatarlik ish deb hisobladi. O'Brien butulkani ko'tarib, istakanni qiniq qizil suyuqlik bilan to'ldirdi. Bu Winstonda ilgari bir chog'larda tom yoki bir e'lon taxtasida ko'rgan bir rasmni eslatdi. U rasmda nurg'un lampochkalardan qurashtirilgan bir cho'ng butulka bor edi. Butulka asti ustiga harakatlanib, ichidagi suyuqlikni istakanga to'kayotgandek ko'rinadi. Ustidan qaraganda bu suyuqlik qop-qorala ko'rinadi. Ammo butulkada bo'lsa qizil yoqutdek chimirlaydi. U bir xil chuchmal, ammo tatliq tamda edi. U Julianing uni to'liq qiziqish bilan purab yiqayotganligini ko'rdi. "Bu uzum hariqi", dedi O'Brien bilinmas kulimsirab.
Cho'qim kitoblarda bu to'g'riliq o'qidingiz qachon? Odatda sirtqi partiyadagilar buni uchirtolmaydi. Uning chiroyi yana suruk tus oldi. U istakonni ko'tarib, meningcha biz avval salomatligimiz uchun, shundoqla dohimiz Immatoil Goldstein uchun ko'tarayli. Winston bir xil taqatsizlik bilan istakonni ko'tardi. Üzüm hariqi u uqib baqqan, shundoqla tushapmi baqqan narsa edi. Bu xuddi ayna qog'oz bosqu va yoki Charrington apandining naqshlardek aliburun g'oyib bo'lgan romantik o'tmishga tava narsalar edi. Winston kallasining bir yerlarida o'tmishni oltindek kona davr deb atib olgan edi. Winston nemishqikin üzüm hariqini xuddi qora bo'ljirgan murabbasidek tatliq, ichib bo'lg'icha odamni xush kayf qiladi deb o'ylaydi. Mana, endi uni haqiqiy tetaganda bo'lsa, u narsa Winstonni xeyliلا ümidsizlantirdi. Halbuki, haqiqat shuki, uzun yil orcha harig'i ichish bilan u buni tetiyolmas bo'lib qolgan edi. U quruqtalgan istakonni ustalga qo'ydi. Demak, Goldstein rostila mavjud, dedi u. Ha, u mavjud, u hayot. Biroq nadaligini menmu bilmayman. Undaqda yiliqi maxfiy tashkilotmi rostmi? U ideya saqchilari o'ydirib chiqargan narsa emasmi? Yo'q, u rost. Biz uni qarindoshlar deb ataymiz. Siz buningdan keyinmi faqat o'zingizning uningga tavalliki va uning mavjud ekanligidan boshqa, u to'g'riliq boshqa hech nim bilolmaysiz. Buni birdamdan keyin so'zlab beraman. U saytiga qarab, ichki partiya a'zolarining ekrani yarim soatdan ortiq etib etishi toza oqilanlik emas. Sizlar aslida billa kelmasanglar bo'ladi. Qaytqandimi ayrilib menginglar. Yo'ldosh, siz boshda menging, dedi u beshini Juliyaga burab. Bizning yana 20 minut vaqtimiz bor. Men so'zimni avval sizdan ba'zi savollarni so'rashdan boshlayman. Tushungaysiz. Umuman aytganda, sizlar nima ishlarni qilishga tayyor? Biz qila oladigan har qanday ish bo'laverdi, dedi Winston. O'Brien sal burilib, o'zini Winstonga to'g'riladi. U Winston Juliyaga vakillik qiladi deb qaragandek, Juliyaga bek parvo qilib ketmadi. U ko'zlarini birdam yumib oldi. Ondan keyin bir xil tuvan, ifodasiz ovozda savollarini davomlashtirdi. Qarmoqqa bu bir rasmiyat xarakterlik savol-javobga o'xshaydi. Amaliyotda O'Brien o'zimi bu savollarning javobini biladi. Hayotingizni taqdim qilishga tayyormi? Ha. Odam o'ldirishga tayyormi? Ha. Necha yuz begunoh fuqarolarning jiniga zomin bo'ladigan buzg'unchilik harakatlarini qilishga tayyor. Davlatingizni chet el kuchlariga setishga tayyor. Siz aldamchilik, o'ydirmachilik qilishga, go'raga elib olishga, bolalarning qalbini chiritishga, buzuqchilikni rivojlantirish, jinsiy kasallarni tarqitish uchun har xil dorilarni tarqitishga, ish qilib partiyaning kuchini ojizlashtirishga yordamila bo'ladigan har qanday ishni qilishga tayyormi? Tayyor. Masalan, agar bizning manfaatimiz uchun kichik bolaning yuziga kislota chachadigan ish to'g'ri kelib qolsa, qila olamsiz. Siz o'zingizning kimligini yo'qotib, hayotingizning qolgan qismida mulozim yoki priston ishchisi bo'lib o'ta olamsiz. Ha. Agar biz buyruq qilib qolsak, o'lib olishga tayyormi? Ha. Sizlar ishkinglar buningdan keyin ayrilib turishga, mangu ko'rishmaslikka tayyormi? Yo'q, deb to'g'rilatdi Juliya. Winston O'Brienga javob berib bo'lg'icha nihoyatda uzun vaqt o'tib ketgandek bilinib ketdi. Hatto u o'zining gap qilgudek majoli qolmaganligini his qildi. Uning tili midirlayotdi, ammo u birdan uni demoqchi bo'lib, zodi deydigan gapini topolmadi. Oxirida bir jur'at bilan "Yo'q" dedi. Buni deb obdan qildingiz, dedi O'Brien. Biz hammani bilishimiz kerak. O'Brien Juliyaga burildi va ma'nilik ohangda. Siz uni hayot qoldi degandimi, uning boshqa bir odam bo'lib qoldiganligini tushunamsiz? Biz balkim uni o'zgartirishga majbur bo'lib qilishimiz mumkin.
Uning chiroyi, yurish turishi, qo'lining shakli, chechining rangi, hatto ovozi hammasi butunlay o'zgarib ketadi. Balkim sizmi boshqa bir odam bo'lib qolishingiz mumkin. Bizning doktorlarimiz odamni boshqalar tunug'isiz qilib o'zgartib o'talaydi. Ba'zida shunday qilish zarur bo'lib qoladi. Ba'zida hatto badanning ma'lum qismini ilitishimiz mumkin. Put yoki qo'l degandek. Winston o'zini tuta olmay yondagi Martinning mo'ng'ul chiroy yuziga ko'zining quyrug'ida qarab tashildi. Uning chiroyida hech bir totuq bordek emas. Juliyaning chiroyi tatirib, sepkillarimi nihoyat uchiq ko'rinib qoldi. Shundaqdimi u O'Brayanga yana dodillik bilan qarab turdi. U qo'shilgandek bir nimalarni dedi. "Yaxshi, undaqda ishlar putdi", dedi O'Brayin. Üsteldə bir kumush rang sigaret qutisi bor edi. U tulumu parvosiz qiyofatda sigaretdan birini elib, ondan qutini boshqalarning oldiga ittirdi. Ondan o'rnidan turdi va xuddi mangsa obdan o'ylayalaydigandek oldi-keyniga mingishga boshladi. Bu nihoyatda oliy sigaret bo'lib, chiroyli o'ralgan, ichidagi tamokisimi ching turardi. Qog'ozimi boshqacha bir xil siliq edi. O'Brayin saytiga yana bir qaradi. "Martin, siz endi qacha qumush uyga qayting", dedi O'Brayin. "Men yana 15 minutdan keyin ekronni ochaman. Martin, minishdan burun bu yo'ldoshlarga obdan bir qarab eling. Chunki buningdan keyin bular bilan siz uchrashsiz. Men uchrashmasligim mumkin." Bayam ishik oldidagiga o'xshash bu vijik odamning pildirlab turgan ko'zlari ularga tafsiliy sep soldi. Uning qarashlarida hech bir do'stonlik yo'q edi. U faqatla ularning qiyofatini esla tutib oldi. Ammo ularga hech qiziqqandek emas edi. Winston balkim o'zgartirilgan chiroylar mushundoq ifodasiz bo'lib qolishi mumkin deb o'yladi. Martin biror eg'iz bo'lsa-mu xo'sh demasdilla ishini yepib chiqib ketdi. O'Brayin texicha oldi-keyniga minib yuratdi. Bir qo'li paltosining yanchuqida, yana bir qo'lida bo'lsa sigareti bor edi. "Siz tushunasiz", dedi O'Brayin. "Siz endi yoshirin kurash qilasiz. Menga shunda bo'ladi. Buyruq qabul qilasiz. Sababini so'ramay ijro qilasiz. Keyin men sizga bir kitob avatib beraman. Siz uningdan biz yashayotgan bu jamiyatning haqiqiy mohiyatini va bizning uni vayron qilish strategiyamizni bilalaysiz. Siz bu kitobni o'qib bo'lgandan keyin qarindoshlarning to'liq huquqli a'zosi bo'lasiz. Bizning umumiy kurash nishonimiz va ko'z oldimizgi vazifalarimizdan boshqa narsalarni bilolmaysiz. Men faqat sizga qarindoshlarning mavjudligini dedim. Uning a'zolari 100 mi, millionmi buni demayman. Keyingi xizmat davomidami sizlar faqat eng ko'p bo'lganda 10 necha nafar a'zoning ismini bilolishinglar mumkin. Siz faqat 3-4 kishi bilan aloqalasha olasiz. Ularmi yo'qolib ketadi? O'rniga davomli boshqalar almashib turdi. Bu bizning tunji uchrashimiz bo'lg'ashqa, bu davomlashadi. Buyruq sizlarga mendan keladi. Agar sizlar bilan aloqalashish zarur bo'lib qolsa, Martin orqali aloqalashamiz. Oxirida qo'lga tushib qolganda siz iqror qilasiz. Buningdan saqlanish mumkin emas. Ammo sizda o'zingizning ish kuchlaridan boshqa topshirig'idek bir narsa bo'lmaydi. Siz faqat bir qancha ancha muhim emas odamlarni iqror qila olasiz. Balkim meni iqror qila olmasligingiz mumkin. Chunki u vaqtda balkim men o'lib bo'lgan bo'lishim mumkin. Balkim yuzlarimmi o'xshamaydigan boshqa bir odamga o'zgarib bo'lishim mumkin. O'Brayin yumshoq gilam ustida yanala u yoq bu yoqqa mevatadi. Garchi uning badani sal kilangsiz bo'lsa-mu, ammo mingishida bir xil salobət bor edi. Buni hatto uning yanchuqiga qo'lini silish, sigaretini tutish degandek ushoq harakatlardimi ko'rgili bo'ladi. O'Brayin kishiga bir xil kuchdan boshqa yana ishonch bag'ishlaydi. So'zlariga kinoya aralashib ketgandek bilinsa-mu, odam tushundigandek ta'sirot beradi. Uning ichki dunyosining qanchalik qizg'in, o'tliq bo'lishidan qat'iy nazar, uningda hargizmi asabiylarning bir taraflimiligi tepilmaydi. U odam o'ldirish, o'livilish, jinsiy kasal, a'zolarini kesib o'tish, chiroyini o'zgartib o'tish deganlarni xuddi bir chaqchaqdakla bemalol tilga oldi.
Buningdan saqlanğıl bolmaydı. Bu gap xuddi odamga hech ish bo'lmagandek. Bu biz chuqum qilishga tegishli ish, ammo yana yashashning qiymati bo'lib qolsa, bunda qilmaymiz degandek ma'no beradi. Winstonning O'Brayanga kuchli havis keldi. Uningga nisbatan Winstonda bir xil cho'qinish tuyg'usi paydo bo'ldi. Hatto u shu chog'da Goldsteinning noma'lum obrazini unutib qoldi. Uning hayvati qomati, qat'iylik chiqib turadigan chiroyi, ko'rimsiz ammo to'liq madaniy odamni uning mangu yengilmasligiga ishontiradi. U amal qila olmaydigan qiyinchilik, u oldin ko'ra olmaydigan xatar yo'q edi. Hatto Julia mu shundoq ta'sirotga kelib qolgandek qiladi. U qo'ldagi sigaretni unutib ketgan holda O'Brayinning so'zlarini berilib anglayotdi. O'Brayin davomlashtiryotdi. Sizmi cho'qib qarindoshlar haqida so'z cho'chaklarni angladingiz. Qalingizda u haqda ma'lum tasavvur shakllanganligida gap yo'q. Balkim siz g'oyat zo'r yer osti to'rini tasavvur qilgan bo'lishingiz mumkin. Bu to'rdagilarni siz qarallik holda maxfiy yer osti uylarida ko'rishib turdi. Imo ishorat yoki tomlarga sizilib qo'yilgan maxfiy belgilar bilan biri-biri bilan tunishidi va aloqalashidi deb o'ylaysiz. Ammo ularning hech qaysi mavjud emas. Qarindoshlarning a'zolarining bir-biri bilan tunishadigan undaq alohida usullari yo'q. Odatda bir a'zo faqat bir necha odamni tunuydi. Hatto Goldsteinning o'zimi navoda ideya saqchilarining qo'liga tushib qolsa, a'zolarining hammasining tizimlikini yoki shu tizimlikni topqili bo'ladigan yip uchini topshira olmaydi. Undaq tizimlik mavjud emas. Qarindoshlar yo'qolmaydi. Chunki u odatda biz tushunadigan bir tashkilot emas. Uni faqat jimirilmas ideyalar tutib turadi. Sizni ideyadan boshqa hech qanday narsa bu yo'lda tutib tura olmaydi. Siz boshqalarning sabdoshligiga, ilhom berishiga erisha olasiz. Agar tutilib qolsangiz, hech qanday yordamga erisha olmaysiz. Eng cho'ng qila olsak, navoda birarining zuvan surmasligi qat'iy zarur bo'lib qolsa, turmaga soqoltig'i yetkazib beralishimiz mumkin. Siz cho'qim umidsizlik va natijasizlik ichida yashashga odatlanishingiz lozim. Balkim siz bir mazgil xizmat qilasiz, ondan tutilib qolasiz, ondan masalaningizni iqror qilasiz, ondan o'lasiz. Mana mushu siz ko'ra oladigan oqibat, natijadir. Bizning hayot vaqtimizda biror konkret natijaning qo'lga kelishi mumkin emas. Biz hammamiz o'lib bo'lganlar. Bizning haqiqiy hayotimiz kelgusida. Biz u hayotga bir changal kul yoki so'ngak bo'lib qatnashimiz. Ammo biz shu kelgusining qachon keladiganligini bilolmaymiz. Balkim 1000 yil ketar. Hozirning o'zida kishilarning ingini asta-asta oqartishdan boshqa hech ish qilish mumkin emas. Biz o'zimizning bilganlarini kishilarga birdan avlod tarqitimiz. Ideya saqchilarining qo'liga tushganda hech nimaga amal yo'q. U to'xtab saytiga 3-chi qitim qaradi. "Mangdigan vaqtinglar bo'lib qopti, yo'ldoshlar", dedi u Juliyaga qarab. "To'xtanglar, butulkadagi yerim turdi." U istakanlarni to'shqizdi va o'zininkini ko'tardi. "Buda nima uchun ko'tarsak bular qadahni?" Gepidan yanala bir xil kinoya chiqqandek bilinadi. Ideya saqchilarining qaymoqib qilishi uchun, G'o'jakining o'limi uchun, insonparvarlik uchun, kelgusi uchun, o'tmish uchun, dedi Winston. O'tmish texmi muhim, dedi O'Brayin qo'shilib. Ular istakanni quruq dedi. Andin Julia mingish uchun o'rnidan turdi. O'Brayin ishkabning eng ustidan kichkina bir qutini oldi va uningdan yaplaq bir oq tabletni Juliyaga tanladi. "Buni tilingizning ostiga besib oling, bu muhim. Bu mavi haraqning puruqini yo'qitadi. Liftdagi xizmatchilar bek hushyor, kuzatib turdi." Julia ishini yepib chiqib ketgandan keyin O'Brayin xuddi uning mavjudligini unutib ketgandek qiyofatga kirdi. U oldi keyniga 2-3 qadam elib to'xtadi. "Yana ba'zi tafsilotlarni deyishvatmasak bo'lmaydi", dedi O'Brayin. "Farzimcha, sizlarning bir maxfiy ko'rishish o'rninglar bor-ku deyman." Winston uningga
Hozircha mush yer bo'lib tursin. Keyincha biz boshqacha o'rinlashtiramiz. O'rinni pat-pat almashtirib turish muhim. Men amal bor tezroq sizga hiliqi kitobdan bir nusxa yetkazib beraman. O'Brayin o'zimi hiliqi kitob deganni alohida gavlandirib aytdi. Sizmi bilib bo'ldingiz qachon? Goldsteinning kitobi shu. Balkim bir necha kundan keyin bo'lishi mumkin. Sizmi bilasiz, u kitob ko'p emas. Ideya soqchilari u kitobni xuddi biz besib chiqargandek suratda qattiq izlab yo'q qilib o'tadi. Ammo buning jiq foydasi yo'q. U kitob yo'qolmaydi. Hatto eng oxirgi bir nusxasi yo'qolib ketsa-mu, biz uni yana so'zma-so'z qaytadan besib chiqara olamiz. Siz xizmat sumkangizni olib keldingizmi? Ha, qayda? Tursa u. Qandaq sumka u? Qora ranglik, nihoyatda ko'na ikki bog'liq sumka. Qora ranglik, nihoyatda ko'na ikki bog'liq sumka? Yaxshi. Oldimizdagi bir kunda aniq vaqtni deyolmayman. Siz har kuni qabul qilgan ma'lumotlarning orasida bir urilmagan xat keladi. Siz uni takror avatishni talab qilasiz. Ikkinchi kuni siz xizmatga sumkangizni olmay kelasiz. Shu kunki ma'lum vaqtda biraylan ko'chada sizning bilikingizni tutib, sumkangiz tushib qoldi deb sizga bir sumka berdi. Sumkada shu kitob bor. 3-4 kundan keyin kitobni qaytarasiz. Ular ikkilisi birdan un chiqmadi. Siz mang'ili yana bir necha minutla qopti, dedi O'Brayin. Biz yana ko'rishimiz, agar imkon bo'lsa. Winston uningga qaradi va qorong'ulik yo'q yerdimi? deb so'radi ikkilangan qiyofatda. O'Brayin qilcha hayron bo'lmagandek beshindan ishdi. Qorong'ulik yo'q yerda deb takrorladi u. Xuddi bu gapning nimishqa aytilganligini biladigandak. Ha rost, minishdan burun deydiganlaringiz bormi? Savol yoki uchur? Winston o'ylandi. So'rg'idek yoki degudek alayda bir ish qolmagandek edi. Qarindoshlar yoki O'Brayinga munosabatlik savol so'rashning o'rniga, uning qalisiga, uning onasi, umrining oxirgi kunlarini o'tkazgan qorong'u hujra, Charlton apandining do'konining ustidagi uy, hiliqi aynak qog'oz bosqu, tomdagi o'yma rasmlar kelib oldi. Shundoq qilib bu qitimliq roman o'qishimiz mush yergacha bo'ldi. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh, Allohga omonat.